Toshshahar Trans xizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan poytaxt jamoat transporti tizimini rivojlantirish, ekologik toza va energiya tejamkor transport vositalarini joriy etish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasining Yutong kompaniyasida ishlab chiqarilgan 202 dona zamonaviy elektrobuslar olib kelindi. Yangi transport vositalari shahar yo'nalishlariga bosqichma-bosqich joriy etilib, yo'lovchilarga qulaylik yaratish hamda atmosferaga zararli moddalar chiqarilishini kamaytirishga xizmat qiladi. Mazkur elektrobuslar aksiyadorlik jamiyatining 8 ta avtobus saroyi tarkibida jamoat transporti yo'nalishlarida xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan bo'lib, ular bruto shartnoma asosida aholiga yuqori sifatli, xavfsiz va ekologik toza transport xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Tadbirda Toshkent shahar hokimi, Transport vazirligi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, Transport vazirligi va shahar hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashi vakillari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Tadbir avvalda Toshkent shahar hokimi so'zga chiqib, so'nggi yillarda jamoat transporti tizimida katta islohotlar qilingani, bularning negizida esa xalqni rozi qilish yo'lidagi ishlar yotganligi aytib o'tildi. So'ngra Xitoy Xalq Respublikasi bilan ushbu loyiha bundan keyin ham davom etishi ta'kidlandi. Ancha qulaylik yaratilgan, komfort bor, ancha konditsioner, pechkalari yaxshi ishlaydi, knopkalari qulay, nogironlarga panduslar qo'yib berilgan, o'sha nogironlar ham qiynalmaydi, atrof muhitlarga ancha zarar tegmaydi, yumshoq mashina, chiroyli. Bu avtobusga biz o'tirishimizdan oldin 2 hafta o'qidik. Hamma nyuanslarini o'qitishdi. 2025-yilning 2-choragida poytaxt jamoat transporti orqali kunlik yo'lovchi tashish hajmi 1,4 million kishiga yetkazildi. Aynan nogironlik bo'lgan shaxslar uchun alohida joylari mavjudligi, bundan tashqari mana tushib chiqish uchun panduslarni qulay sharoitda mavjudligi bizni ko'zimizni quvontiradi. Yurtimizdagi aynan mana shunaqangi imkoniyat cheklangan shaxslar, nuroniylarimiz va bundan tashqari barcha uchun bu avtobuslar xizmat qiladi degan umiddaman va buning uchun albatta hurmatli prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Toshkent shahriga kelayotgan mehmonlar uchun ham katta qulayliklar yaratilayotganligi bizni ko'zimizni quvontiradi. Shundan so'ng ramziy tarzda yangi avtobus kaltlari topshirildi hamda shu yerning o'zida 202 ta elektrobuslarning kaltlari haydovchilarga taqdim etildi. Mazkur yangi avtobuslar har jihatdan zamonaviy, sovutish tizimiga ega hamda imkoniyati cheklangan insonlar uchun ham ko'plab qulayliklari mavjud. 202 ta elektr avtobuslar keldi. Mana bu katta natija. Toshkent shahrimizni atmosfera chiqindilardan himoya qilish, atrofimizni toza iqlimimizni, toza Toshkent shahrimizni asrab-avaylashga katta imkoniyatlar beradi. Bosqichma-bosqich 2030-yilgacha bizning dasturimizda ko'rsatilgan avtobuslarimizni sekin oraliq ko'paytirish imkoniyati paydo bo'lyapti. 2030-yilgacha Xudo xolasa bosqichma-bosqich elektr avtobuslarimizni ko'paytirib olib boramiz. Bu atrof muhitga va ekologiyamizga jiddiy foyda keltiradi degan umiddamiz. Elektrobuslar xaridi orqali Toshshahar Trans xizmat aksiyadorlik jamiyati nafaqat aholiga qulay xizmat ko'rsatish, balki atmosferaga chiqayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirishni ham maqsad qilgan. 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyasiga muvofiq jami 1200 dona elektrobus xarid qilinishi rejalashtirilgan bo'lib, buning natijasida jamoat transporti parkidagi elektrobuslar ulushi 50% dan 63% gacha yetadi. Rustam Rustamov, Zoir Shavkatov, poytaxt.